Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum yazğıçımız Abdulhakim Baqi İltabir akimiz yazgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabia Qadir xonimning hayoti ifodalangan o'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Qodirjonni Xitoy amaldorlarining chaqirib, shirkat va uy mulklarini hukumat hisobiga o'tkazib, hukumat bilan xususlar sherikchilikdagi shirkat tayinlaganligi va uningga direktor qilganlikdek voqeliklarni o'qigan edik. Endi davomini qo'yamiz. Ko'chada qolgan sohibxona. Qodirjon hukumat bilan sherik bo'lib, Qodirjonli bo'lib qolgandan keyin har oyda hukumat beradigan 80 necha yuan maosh va 3 oyda bir qitim do'konlarning ijara persenti deb berilgan 50 necha yuan pulga tayinib, 6 bolasini beqib, o'qitib kun kechirishga majbur bo'ldi. Uni oz deb 2 oqat qo'shilgan harvo hatto tugmanlarmi hukumatning sherikligiga o'tib ketdi. Uningga alam qiladigini o'zi qurib, o'zi rivojlantirgan, butun Altay shahrini issiq non bilan ta'minlayotgan navoiyxonasidan pul to'lab non oladigan bo'lib qolgani bo'ldi. O'zining gazmal do'konida o'zi perkaschilik bo'lib qolgan 5 gramlik so'paxun pul to'lab 5 nonni ilib ketayotgan Qodirjonga qarab miyig'ida kulib turib, "Qodirjon, go'ngsandang yarashqa o'xshamam sizga?" deb pichirlab chiqchaq qildi. "So'paxun, sizdan aylansin go'ngsandang degan. Do'konda liq gazmal mol turib, yamoqishdan tushib qopli-g'o", dedi Qodirjon bo'sh kelmay. İkisi o'zlaricha kulishib buxodan chiqib olishdi. Rabiyaning dadasi beqib olgan yetim bola Jumoq, ochilari Zuhra, Hajarlar maktabda o'qiydi. Uning singil ukalari Orzugul, Samat, Xalchamlar bo'lsa Rabiya bilan billa o'ynaydi. Shu tariqada 2 yil o'tib ketdi. 1954-yili may oylarida Qodirjon ishxonasida o'tiradi. Kassir Xitoy hukumatining qizil tamg'iliq bir parcha uqtirishni akirib uningga o'qib berdi. Uqtirishda deyilishicha, shaharlik qurilish idorasining planiga asosan Altay shahrining markaziy ko'chasidagi do'qmushga joylashgan Qodirjonning 5-6 eg'iz uyi hamda 4 eg'iz do'koni chiqiladi ekan. Uning o'rniga hukumat banka salmoqchi ekan. Qodirjon uy bisotlarini bir oy ichida ilib ketishi kerak ekan. Qodirjonning mingisidan tutun chiqib ketdi. 20-30 yildan beri ota-onasi, akasi va o'zi jafoliq ishlab asta-asta bino qilgan egilik vayron bo'lmoqda. Oltin qo'ziq qumurilmoqda edi. "Yo'q, ko'chmayman. Qoro joylarimni hech kim tutqizmayman. Hukumat bankasini nagisa silib olsin." Qodirjonning judini o'rladi va keskin qilib javob berdi. U, "Nim balo qoldi bu go'nsandonga? Oladigani ilib bo'lib, endi yotadigan uyga bu ko'z tushganda qaranglar bu yuzi qilin insofsizlarning" deb g'udonshidi ichida. Oradan 3 hafta o'tgandan keyin Altay shahar ichiga o'rinlashgan Go'mindan qalduq askarlardan tashkillangan Bingtuan deb atalgan qurilish atritidan uqtirish keldi uningga. 3 kundan keyin bu joyda qurilish boshlaymiz. Vaqtida ko'chib ketmaganlar qonun bo'yicha majburiy ko'chiriladi va qarshilik ko'rsatganlar jazolanadi deganlar yeziqliq edi. Yaqin o'tadiganlar maslahat berishga boshladi. Haqiqatan hukumat bilan tang bo'lg'ili bo'lmaydi. Texi 2 oy ilgarila harbiylar talashgan qoro joylarini bergili unumgan Ko'ktachi Tungan sotsialistik qurilishga qarshi chiqdi degan nom bilan qo'lga ilinib so'loq deyatdi. Qodirjon birer tunush boshliq 100 xotiramni qilib ma'qul debla qolar degan umidda 3 kungacha o'zi bildigan boshliqlarning hammasiga dard holini aytib chiqdi. Lekin Ahmedi bu yerdagi huquqning eng chungi sho'ba harbiy rayon qo'mondoni Wang Siling deganning qo'lida ishkan. U Xitoydagi cheg'da 2 qo'lda qing'iroq ko'tarib yurib odam o'ltirgan dongli qora qursoq harbiy ishkan. Banka soldigan joyni shu belgilabdimish. Uning so'zini hech kim buzolmaydi ekan. Qarshi chiqqan odam o'lidi ekan. Qodirjon bu Xitoyning ustidan shikoyat qilib, harbiylikdan chekinib uyida dam ilayotgan Qurbonjon polkovnik degan og'aynisiga Urumchidagi cho'q Xitoyga arz qilaymikin deb aytibdi u beshini chayqab turib. "So, beshidan lay deganni anglamaganmiding? Bularning cho'ngi general Wang Jin degani Yan'andagi Gansodagi vaqtida odam o'ltirib, apyon sitib, dong chiqargan qaroqchilarning boshlig'i.
U 2 yil ichida zo'mgarlarga qarshi turish degan bahona bilan har qaysi shahar yezlarda 300 mingdek yurt oqsoqollarini, dongdor boylarni, tunilgan ziyonlarni o'ldirib bo'ldi. Uning oldiga arz ko'tarib borgining Seyit Nochining ishidek bo'lib qolmusin yana, deb javob berdi. Belgilangan kuni atdiganda qurilish armiyasi degan qo'mondon askarlari traktorlarni haydab kelib gap qilib qo'ymasdan mehmonxona uyining orqa temini usib teshivatdi. Qulum qo'shlarning salasi, Tojinsaxon va bolalarning yig'azari natijasida Qodirjon tirkishishdan voz kechib, yuk taqlarini, oila bisotlarini talaga yo'tkashga majbur bo'ldi. Shunda qilib tush vaqtigacha butun uylar chiqib tashlandi. Qodirjon xotin bolalari bilan 8 jon, akisi xotin bolalari bilan qo'shilib ko'chaning o'ttirsida uy makonsiz qoldi. Uning qo'lida bo'lsa kimlardir tutqizib qo'ygan, uy o'g'irlashtirish haqqi uchun berilgan 500 yuan pulning cheki turadi. Sherik deb nom qo'ygan 4 eg'iz do'kon va yer zamin endi hukumatdan bo'lib chiqdi. Elisha, numus qilmaydigan yolg'onchilar, hammani elisha! Qodirjon ochiqda qo'lidagi 500 yuanlik chekni yirtib tashlab yerga otdi. U g'azablanganligidan nima qilarini bilolmay qolgan edi. Uzoq yillik qo'shnisi Xalchixon kulib yalvorib turib, ularning ko'chada qolgan mulklarini o'zining qo'rosiga to'shitdi hamda o'zlarini mehmonxona uylariga o'rinlashtirdi. Osh tomog'idan xabar oldi. Altay shahar hukumat qurilish idorasining uqtirish qog'ozida Qodirjonga shahar atrofidagi tog' bag'ridan xohlagancha bo'sh joy tanlab, uy silvilishiga ruxsat qilingan edi. "Endi nega borarmiz?" dedi besh qatqin Qodirjon. Dada, biz doim sana guldasta terib o'ynaydigan gulzorliq ketayli, dedi 6 yoshli omaq qizi Robiya dadasiga yalvorib. Uydagilar hammasi bu gapni anglab dastlab kulib qo'ydi. Orqadanlar bu aqlli qizining so'zini o'ylanishga boshladi. Nemishqa bo'lmasin? U yerlarmi bo'sh-ku. Gulzorliqqa makallashish. Bütün Altay shahrini bir teatrxonaga o'xshatsak, xuddi uning sahnasidek qish yoz gul giyohlarga to'lib turadigan gulzorliq tog' bag'ri haqiqatan yaxshi joy edi. Bu joydan qaraganda shaharning hamma manzarasi, ko'chalari, uylari iliq ko'rinib turadi. Ammo hozirgacha hech kim bu yerga uy silish xiyolini qilib boqmagan edi. Qodirjon mahalla oqsoqollaridan bir nechaylarni, Tamchi ustini va bola chaqalarini boshlab, gulzorliqni ko'rgil keldi-yu, bir qarabla uy silish qarorini berdi. U, "Rahmat aqlli qizim, sizning gulzorliqingga ko'chib kelamiz", dedi de Robiyani ko'tarib peshonasiga so'ydi. Ertesini boshlab yangi uy qurilishi boshlandi. Qodirjon tog' bag'ridan 10 yerni planlab to'sidi. Qo'riqning eng yuqori tarafiga o'ziga 5 eg'iz, aksiga 5 eg'iz, osti-usti taxtaylik, qo'sh dariza, tom mashlik ro'spasoni uy yasash uchun plan tuzib, qora qo'shqarni bo'g'izlab qon qildi. Va xatmidan keyin bismillah deb tana tortdi. Qo'riqning tuvan tarafiga kengri ketgan gullik yasidi. Eng tuviniga bo'lsa yangyu va boshqa ko'ktatlarni teriydigan etiz cho'naklarini qirladi. Gullik bilan ko'ktatliqning o'ttirsidan cho'ng eriq yasab, tog' bag'ridagi soyni bo'ylab eqib tushgan shaqratning suyini kesib eriqqa boshladi. Eriqning oyoq tarafidagi cho'risiga tugman o'rinlashtirdi. 10 mo'liq qo'riqning cho'risini bo'ylab oldi kayni va ikki yiniga rat-rat terak ko'chiti tikdi. Qurilish nurg'un chiqim bilan o'ri bo'ldi. Bor bisotidan kirim kiradigan do'konlaridan ayrilgan Qodirjon ayolning yaxshi kunning yomoni deb saqlab qo'ygan kepak oltinlarini hukumat bankasiga arzon bahoda setib, uy qurilishining yog'och toshlarini, aslahalarini setib oldi. Madikorlarning ish haqqini berdi. Shunda qilib yil oxirida Qodirjonning gulzorliqdagi hayvatlik dojisi putib, Altay jamoati va mashrab ahli uy cheyiga daxil bo'ldi. Bek uzoq chiqib oldingiz Qodirjon. Oqshim adis paranglashib kelayli desak, xeyli mong'udakmiz, dedi masjid oqsoqoli mo'ysipit olim hojim Qodirjonga qarab. Qodirjon mamnunlik bilan: "Shundoq, bir oz yiroq bo'lib qoldi. Jahon mushundoqli bo'lsa, balkim atugun har qaysilarimo shaharni sharmandalarga tashlab berib bu yoqqa yelib kelishala. Shu to'ymaydiganlarni bir kun bo'lsa-mu ko'zim ko'rmasin dedim. Aka qandoq?" deb javob berdi.
Shuni demamsiz, burunlarda cho'nglar ajal bilan ketadigan. Hozir hukumatning farmoni bilan birsi o'limga, birsi hapsiga ketyotidi. Azlab ketdi konular. 1-2 dan yo'qab ketyapmiz. Uning ustiga 5-6 yil avval kelgan Xitoy askarlarining erlarimi tug'atamdi nima? Ajabmi ko'payib ketdi bu nimalar? Asta-asta bizlarni mu shahardan siqib chiqirdiganda qiladi, deb shikoyat qilishga boshladi mahaldagilar. Yil o'rilib atiyaz kelishi bilan tang tog' bag'ridagi yop-yeshil chimliq va rang-garang modan gullar, layli qozoqlar, momkop gullarining orasida paydo bo'lgan ko'k rangda chiroyli sirlangan bu qo'ro'joy Oltoy shahriga dong ketdi. Hamma kishi xursand bo'lishib, bu atroflarga ko'chib chiqishga havaslandi. Qodirjonning uyini bahorning ko'rkam manzarasi ichida ko'rgan hiliqi Wang qo'mondan. Ayyo, Xuangfu! Shoh o'rtisi Chopsan durbuni achiq deb sinchilab qarayotgandan keyin hasrat bilan to'lg'inib. Ko'rishdingmi lahvalar? Uyini tortib olsak, uningdan isil qilib yasib olginni. Sen horullar tig'icha pasqin cho'shqidak gamidan chiqmay yetishsan. Bu emgakchan haqqa tang kelgili bo'lmug'idek deganmish. Qodirjonning qo'ruqi atrofida tikilgan teraklar yupurmoq chiqarishqa, gullik ichida turlik tuman tog' gullari po'raklab echilishga boshladi. Qodirjon etizga yangyu savza degandek kuzlik va lozi pomidor purchoq degandek atiyozliq ko'ktatlarni terib Cho'ng eriqda eqiyotgan suzuk suv tugmani peqirtib etizliqning chetini bo'ylab shaharga eqib kirib ketadi. Qodirjon va Tojinisaxon kech-kunduz to'xtamay ishlaydi. Endi uyda xizmatchi yo'q. Non yiqish, qo'li sig'ish, kirqat yuyish, osh tomoq qilish degandek ishlarning hammasi Tojinisaxonga qolgan edi. Eg'rayoq onasining tarlab pishib ishlayotganligini ko'rgan Robiya uning orqasidan tang yugurib yurib, qo'lidan kelishicha onasiga hamkorlashishga tirishadi. U ushaq-tushak ishlarni o'rganishga boshlagan edi. Tirikchilik yo'lida Qodirjon yillarcha mehnat qilib barpo qilgan chiroyli qo'ylisining peshoyiviniga silingan anorgulli qizil gilam ustida o'ltirib, yiroqlarga nazar tashladi. Qo'ro'joy ishlari, terixchilik, chorvachilik deganga o'xshash tirikchilik yo'llari endi yo'lga tushib qolganda qiladi. Bolalarning oldi o'rta maktabga chiqdi. Robiya mo mana bu yil boshlang'ich maktabga kirdi. Mahalda Uyg'urcha maktab bo'lmag'achqa, u qozoq do'stlari bilan birga qozoqcha maktabda o'qiyotdi. Qodirjon olti bolasining hammasini oliy maktablargacha o'qitishni niyat qilgan edi. Shunga u qizlarga: "Yaxshi o'qinglar bolalarim. Men sizlarni Urumchi, Toshkent, hatto Moskvalargacha opirib o'qitaman", deydi har doim. Yana kelib vafodor Qodirjon aksi va uning oilasini beqishdimi ustiga olgan edi. Atdiganda Peshayvonda gilam ustiga keng dasturxon silindi. Dasturxonga ko'ydirilgan quyruq may aralashtirilib, sut bilan yo'g'irib tunurda pishirgan yo'g'on qip-qizil nonlar, asal, xom qaymoq, seriq maylar, yeshil uzum, yangoq, badam, o'rik mig'izlari hamda qarqat, gilos, g'uncha uzum murabballari tizildi. Takshi to'ralgan yup-yumaloq qeza go'shtlari dasturxonning 4 burjikiga qo'yildi. Tojinisaxon Peshayvonning bir burjikiga o'rnatilgan samovardan cho'ginga qaynoq selib achchiq tam chiqarib choy damladi-da, yinidagi ko'riga sut bilan tuzni tangshab etgan choy rasladi. Qodirjon oldi bilan akisini, yangisini choyga chaqirdi. Bu ovozni anglagan bolalar cho'qirishib, uy-uydan chiqib dasturxonga ota-onalarining atrofiga olashdi. Balalarning ba'zilari gardon chinidagi qaymoq choyga nonni tugurib yesa, ba'zilari nonga hasal, may surkab yeb choyni o'tlaydi. Cho'nglar nonni chinidagi choyga chilab, chilar rangli yog'och qo'shiqlarda elib yeydi. Uzun so'ziladigan attiyanlik nashta butun oila a'zolarining eng ko'ngillik, eng yaqimliq yig'ilishi hisoblanadi. Oila tuzumi bo'yicha hech kim nashtaga kechikmaydi. Nashida kichiklar cho'nglar oldida faqat ortiq gap qilmaydi. Nashidan keyin cho'nglar duo qiladi. Ondan hamma o'z ishi qoldiraydi. Qodirjonning akisi kichiklarni agashtirib gullikka kirib ketadi. Ular toki herib qolguncha o't o'taydi, to'pa yo'laydi, harom shoxlarni putaydi, eriq cho'naklarini ichib gullarni sug'ratdi. Bolalarning cho'nglari maktabga oldirishadi. Qodirjon choydan avval eg'ildagi siyir kallarni mo'zaydin, sog'liq qo'ylarni qo'zisidan ayirib, ayrim-ayrim holda padalariga qo'shayotgandan keyin
Arqanlab qo'ygan joyidan otlarni yeshib, tugmanning oyog'idagi iqin suda sug'ratdi. Andin egar jabduqlarini to'qib, minishga tayyorlab, qon turib qo'yatdi. Odatda akasining etinimi tayyorlaydi. Choydan keyin birdamla peshinga azon aytilatdi. Akasi masjidga namozga otliq boratdi. Qodirjonning yangisi bilan Tojinsaxon dasturxonda eng oxirida qolganlardan edi. Ular qaymoq choyning oxirgi shamsini chaynag'ach dasturxonni yig'ishtiratdi hamda qochquchlarni yuyib bo'libla tomoqqa tutish qilatdi. Biri etizga ko'kda targili kirib ketsa, biri elgakda un tasqab ximir yo'g'irishga boshlaydi. Qodirjon ish o'qitini yo'liga silib qo'yib, yozda qimiz, o'langda, qishda mashrab, muqamda, kuzda to'yda, o'g'loqda, adyazda, ovda, shikarda o'ynab o'ginib qolgan kundalik hayotini eslaydi. Hamdi hukumatning xizmatchisi deb kunda 8 soat qarab o'tirgan qapasdak ishxonasiga sulinib qolgan zerikishlik ishqa ko'nalmay, ichi tit bo'ladi. Keyingi yillarda u tirikchilik bilan haplashib, hatto ko'p gapmi qilmaydigan bo'lib oldi. Ammo uning halol mehnatdan olgan huzuri boshqacha edi. Bulubmu tayyorlab pishib ishlab, peshonasidan monchaqdek ter oqqanda, dam edish uchun qo'roning supisida o'tirgan vaqti hayotidagi eng zo'q beg'ishlaydigan paytlari edi. Tojinsaxonning patnusqa silib cho'ng chinda elib chiqqan muzdek dug'ab yoki qitiqlarila uning diqqat nazarini hamda xiyol kashmishlarini buzib etdi. Qarg'ina xotun, agar bu dunyoda rohat bor deyilsa, mana mushu odamzod aralashmagan sop tabiatda lazzat, huzur, zo'q, go'zallik, poklik deganlarning hammasi tepildi-jimi? Birdam jimmida turib, menga o'xshash bir anglab boqqida, sadig'an ketay. Qodirjon bugun Tojinsaxonni alaydan yinda o'ltirg'izib olib, tabiatning go'zalligidan, yiqimliq tabiiy ovozlardan billa bahir ilishga taklif qildi. Osmon ko'p-ko'k, yer yop-yeshil, yiroqdagi tog'lar qop-qorong'u jangal. Peshayvon lim yog'ochlari, deriz ramlari, darvoza eshiklari naqshlangan suz ko'k rangli qator-qator uylar. Ishik oldida ichilgan rang-rang yerlik va o'rus gullari. Qo'runing to'rt tarafini qorshab turgan takshi o'sgan suvadan teraklar. Uning atrofida gupildab xushbiroq chechib turgan cheksiz, poyonsiz tog' gullari. Hammasi qo'shilib go'yo rangi tangshalgan ipak gilamdek ko'rkam manzara. Yiroqdan anglayotgan shoqiratbining shor-shur qilib chiqayotgan takshi ovozi. Qoroni kesib o'tgan eriqdagi muzdek suzuk tog' suyining yenik shildirlashlari. Paqa chekatgilarning ritmsiz chirildishi. Bulbul, kakkuk to'rg'aylarning changildab sayrishi. Kalalarning üzüb mo'rishi. Qo'ylarning so'zib ma'rashlari. Itlarning uzoqlardan havshigan ovozi. Dal-daraq gul-giyohlarning mayin shamolda shildirlishi. Ah, go'zal tabiat. Mungluq muqam. İnsan yuragini yashartadigan tabiatning xo'ri. Mana bu Qodirjonning ishchan ayolining, omoq bolalarining yurti go'zal Oltoydagi untulg'usiz hayot xotirasi edi. Ba'zida maktabdan qaytgan kichik Robiya yugurgunicha kelib dadisining yonida o'ltirib, dadisini do'rab barmoq qo'lini og'ziga ching tutib, jim deydi va atrofdagi yiqimliq tabiat musiqasining sadolariga quloq solatdi. Uning sabiy qalbi halol mehnat qo'ynida, go'zal tabiat sahnasida hamda yiqimliq tabiiy xor musiqasining shavqinlarida tavlanmoqda edi. Ishchan qiz. Kichik Robiya 9 yoshga kirgan yili, ya'ni 1957-yili uning dadisi Qodir Jingli ishlayotgan yemaklik shirkatida yetib qopib, yerlik millatchilikka, o'ngchillikqa qarshi turish siyosiy o'ginishga majburiy qatnashdi. Qodirjon buni turmaga o'qishday desa, atdeganda kechda ixtiyoriy tomoq chiqil bo'ladi. Yakshanba kuni yana uyga berib kelgili ruxsat qiladi. Turma emasmikin desa, oqshomlari jiddiy o'ginish davomida turibla birsini o'tirga tortib chiqarib, "Sen Sharqiy Turkiston armiyasida askar bo'lib, nechiqtay askarni o'ltirding? Kompartiya kelganda Osmon banditlarga nima deb xabar yetkizding? Bizning armiyamizga qarshi nima so'zlarni qilding? Nimalarni o'ylading?" degandek savollar bilan so'roqqa tortib, "Yo'qolsin" deb shuar to'lab kurash qilib ketadi. Ba'zilarni shu kurash davomida soqchilar quliga taqoq silib, tutib ketib turmaga solib etadi.
Bu ahvolda hech kim uyimda ishim bor, ketaman deyolmaydi. Aksicha hammasi qachon menga navbat kelarkin deb yuragi pok-pok titrab o'ltirdi. Qodir Jingli bir yakshanba kuni uyga kelib xotiniga dard ahvolni aytdi. Nima kun bo'ldi bizga? Orom xudo bir kun yo'q. Alixon to'ramni ko'rgan edim. Sharqi Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'ini ko'targan edim. Osmon Botirning palvonlariga 5 qo'y bergan edim, deb qo'yganlarning hammasi hozir cho'ng dushman bo'lib qoldi. Men bo'lsam umrim bo'yi mehnat qildim, ishlab bola chaqamni boqaman deb qilmagan hunarim qolmadi. Endi menimi maslahni aniqlaymiz. Avval o'zing topshir deb qistavotdi. Allohim, oldingda bilib bilmay nima gunoh qilgan bo'lg'aydim. Bolalarimga muncha azob bo'lg'idek deb ho'ngrab ketdi va uyning eg'ir yenik ishlari son qoldi xotin. Tishingni tishla, bu kunlar o'tib ketar, dedi. Bu so'zlarni anglab erining yuragidan etilib chiqayotgan hasratini tushunib, Tojinsa xonmu yig'lab ketdi. Boyadadan beri dadasining murisiga esilib o'ynayotgan kichik Robiya bo'linayotgan gaplarni anglab hamda dadasi opasiga qarab tangla yig'lab ketdi. U nima bo'lganligini toza aniq anqira olmasmi? Eg'ir yenik ishlarning hammasi son qoldi degan so'zlarni tushunaligan edi. U dadasiga qarab, "Jinim dada, xotirjam ishlayvergin. Opamning hamma ishlarini men tan qilaman", dedi esanib turib. Shu kundan boshlab kichik Robiyada opasiga tan qarshi beradigan odat yetildi. Robiya saharda opasi bilan tan o'rnidan turib, opasi ser saqqanda mo'zayni tutib beradi. Süt seg'ib bo'lgandan keyin mo'zayni qo'ziqqa bog'lab etib, kalalarni padaga haydab qo'shib etadi. O'yla aramni suv sepib supuradi. Çay tayyor bo'lish oldida qo'y qo'zlarni, mo'zaylarni haydab chiqib kang dalada qo'yib etadi. Maktabdan kelibla qir ishib izlab yurib, qo'y padisini tepib, qo'ylarini haydab keladi. Mo'zaylarni qo'ziqqa bog'lab etib, kechda padidan yandigan kallarni qo'tonga solaydi. U opasidan ko'ktatliqqa kirib sug'urish, o'g'itlash, o't o'tash, haramshaq putashdek ishlarning hammasini o'rganib olgan edi. U yana opasining peshayvonda o'ltirib, cho'ng opasi bilan billa paranglashqash, shivoqni chiroyli o'rib supurga yasayotganligini ko'rib, do'rab yurib supurga yasashni tezla o'rganib olgan edi. Kichik Robiya shuning bilan kunda 1-2 supurga yasab, qulum qo'shnilarga tarqitib beradigan bo'ldi. Keyin yana u tog'dagi eng chiroyli echadigan modan gullardan gul dastalarini tayyorlab, qo'shnilarning uylariga akirib beradigan bo'ldi. Hamma uyda Robiya tizgan modan gullar xo'shpuroq chechib turadigan bo'ldi. Qo'shnilar Robiyadan suyunib, "Bu ishchan qiz Robiya buvi hammamizning o'z qizimizdek kuyimchan bola bo'ldi", deb maqtaydigan bo'ldi. Kichik Robiya har haftada 1-2 qitim opasiga agishib o'rmonga kirib, o'tun, archa yog'ichi, tivilga tushib keladi. Ba'zida qo'y biqib qaytqucha o'zi bir dova o'tunni murisiga ortib ilib keladi. U har qitim o'zidan uzun va yo'g'on tivilga shoxlarini mahkam chigib, orqaning bir uchini murisidan ortib, qo'lida ching tutib engishib kirib kelganida oldiga opasi yugurib chiqib, "Qinisan qizim, o'tunning ichida ko'rinmay qopsan-ku", deb murisidan o'tunni tushirib oladi. Shundaq kunlarning birida Robiya supurga modangul akirib beradigan yolg'iz mo'may hayvonning tog' bag'ridan bir bog'lam o'tunni ustiga ortib, hasrab o'midab tushayotganligini ko'rib qoldi. U yugurguncha mo'mayning oldiga berib, murisidagi o'tunni oldida uningga, "Mo'ma, bundan keyin siz o'tunga bormang, hammani men akirib berman", dedi. Shundaq qilib hayvon mo'mayning challisi uzun o'tmayla qurigan archa yog'ochlari, tivilg'a shoxlari va qo'raylar bilan to'shib ketdi. Bir kuni hayvon mo'mayning hovlisini supurayotgan Robiyani ko'rgan ochisi xafa bo'lib uni uyga qaytirib kirib ochiqlab turib, "Nima qilyapsan singlim? Hamma odamga supurga, gul tarqitib, o'tin terib beradigan xalqning g'olchisisan? Endi qo'rolarini supurgil turibsan, sat emasmi bizga?" dedi. "Qanday qilman acha?" dedi Robiya ochisiga yalvorib. "Shu bechoralarni ko'rsam chidamayman. Hammasini o'zimning dadamdek, opamdek yaxshi ko'raman. Bir oz bo'lsa jafosini yeniklatkim keladi." Robiya maktabda shundoq tirishchan ham ishchan edi. U darslarda hammasidan a'lochi bo'lib qolmasdan, maktabdagi tantarbiya, naqshi aytish faoliyatlarida usta edi.
Maktab bog'chisi Robiya terigan va ko'chirib kelgan har xil gullar bilan to'shib ketgan edi. Maktabda muallimlar, mahalla cho'nglar hammasi uni yaxshi taniydi. Cho'nglar uning zo'xlanib, "Bu xosiyatlik buvoq endi ishchan qizga aylandi. Kichkina turib hamma kishining g'amini yeydigan bo'ldi. Cho'ng bo'lsa qandoqmi jasur qiz bo'lar" deyishatdi. Qodirjon ishdan horg'in hinib kelib, yerib ketganidan aran yostiqqa yo'linib yonboshlag'inida Robiya hamon hinda paydo bo'ladi-da, darhol dadasining do'lisini putlarini tutib o'g'lab qo'yadi. "Dada, cho'ng bo'lsam siznimi, opamnimi hech ish qilg'izmayman. Hamma ishni o'zim qilaman. Bo'lsa texi mahaldagilarning hammasini o'zim boqaman" deydi bolalarcha. Dadasi uningga zo'xlanib qarab cho'nqur o'yga cho'katdi. Ofatlik yillar. 1960-yil qishda shundoq judim bo'ldiki, yaqqan qalin qor dastidan hech kim uydan qimirlay olmadi. Maktablar taqaldi. Nurg'un kishilar ishlay olmadi. Faqat uyda yeb yatmoqda boshqa chora qolmadi. So'g'uq uzun so'zlab yem xashaklar yetishmay, mol chorvalar och qoldi. Qishicha chil bo'rilarmi shaharga to'xtamay hujum qilib, qo'ylarni tang yeyishib berdi. Qishicha qattiq so'g'oqqa chidamagan bo'g'az siyir, sog'liqlar mo'zay qo'zlarini tashlab etdi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, hukumat un, guruch bulamdu, go'sht, yog' bulamdu, ish qilib yegudek narsaning hammasini kuz faslida obat bo'lgan Xitoy o'lkalariga to'shib ketgan edi. Do'kon oshxonalar quruqlanib, mashga yoqqudek o'tin topolmay taqlib qilyotdi. 2-3 yildan beri hukumat Po'lat Timir tavlab, Angliyadan eshib ketish shuari bilan ko'ygidek narsaning hammasini yiqib ko'ydirib, erigidek narsaning hammasini eritib, tog' jilg'ilarini doshqal shaharga to'shqizib etgan edi. Shunda qilib, shahar, yezi qishloq hamma yerda yegidek narsa qolmadi. Xalq och yalang'ochlik ichida nima qilarini bilolmay tamtarab qoldi. Atiyazdan keyin havo bir oz illishga boshlaganda, Robiya qo'liga kichik gurjakni elib, oldin qilib Bingtuan degan askarlar yongyo tergan keng dalalarga berib yerni ko'lab boqdi. Gurjak tushgan yerdan biror taldan ushshaq yongyo chiqatdi. Ba'zida xil yo'g'on yongyolarmi chiqib qoladi. U biror soat ko'labla yo'g'on bir sivatni ushuk tekkan yongyoga to'ldirib uyiga ilib kirdi. Uyda hammasi cho'qurishib xo'shal bo'lib ketishdi. Robiya adisi mahaldagi qiz o'g'il 10 necha bolani boshlab berib, ularga yongyo qo'lashni o'rgatdi. Demismi, bultur kuzda Bingtuan degan askarlar g'ururlik bilan u yer bu yerni qo'labla, yo'g'onlarni ilib, qolg'inni tashlab, soatiga qarab, vaqt to'shdi deb ishdan qichib tugdi deb ketib qilishgan edi. Shuning bilan 2-3 kundan keyin qorni och, yeydig'ini yo'q bir muncha Uyg'ur qozoq xalqi gurjak tog'orlarini ko'tirishib, dalaga chiqib yongyo terishga boshladi. Hamma kishi bu aqlni topgan Robiyani maqtab ko'k ko'tirishdi. Oqsoqollar Robiyaning aqliga aprin o'qib duolar qilishdi. Robiya bir kuni hayvonxon momayga o'tin akilib berish uchun tog' qaptildagi dalini kesib o'tib, edirliqqa chiqdi. U o'tinni yudib kelib tuyuqsiz putlashib yiqildi. Tog' edirlardagi qor tig'i taltukis erimagan bo'lib, Robiyaning putiga qor ostidagi bir bog'lam bug'doy chunchisi putlashgan edi. Bultur yana shu Bingtuan degan askarlar mushu edirliqda binam ichib bug'doy tergan edi. Yoz oxirida baldurlar so'g'oq tushib ketganlikdan ular bug'doylarini chala bula o'ribla qolg'inni tashlab ketgan edi. Uning ustiga Bingtuan askarlari oylik maosh ilib ishlagashga qo'ng'iroq chilinsila ishini tashlab qochadi. Ular uchun hosul muhim emas, soatning chapsaroq to'shishi muhim edi. Shunlashqa bug'doy bashaqlari hatto bog'lam chunjilarmi tashlangan yerda qorning ostiga ko'milib qolgan edi. Robiya qo'liga chiqqan bir bog'lam bug'doy chunjisini tutib bir haza o'ylanib qoldi. U "To'xtab tur", dedi o'z-o'ziga. "Birangini-g'u yeb tugatdik. Bug'doy yo'q tugmanmi to'xtab qolgan edi. Xudoyim bu donni bizga nasib qilgan o'xshaydi. Mahaldagilardan bu yerga boshlab kelay. Och qolgan bicharalar bir necha kunlik bo'lsa-mu bug'doy bilan un tortib lag'ma etib yeb olsin." Bultur kuzdimi Robiyaning opisi uni va aka ufka och sing'illarini boshlab chiqib bashaq terib necha tag'ar bug'doy yig'ib olgan edi. Robiya shu xiyollar bilan qaytib kelib mahalliki cho'ng kichik bolalarning hammasini yig'di va xuddi maktabdagidek maslahatlashib so'zlashga boshladi. "Hamma uyda yeydigan narsa yo'q, osh qilyapmiz. Bugun hammanglar bir xalta ilib keydimda menglar. Men sizlarni yaxshi yeydigan bir narsa bor yerga boshlab borman." "Robiya qiz,
Yana birenge qo'lamdiq. Nadikan u birenge? dedi bolalar qiziqib. Yo'q, birenge emas. Endi boshaq terimiz. Hamma odam kuzda boshaq tersa, biz atiyazda boshaq terimiz. Heliqi Bingtuan degan horullar tashlab ketgan cho'ng idirliqdagi binamga bormiz, dedi Robiya. Bu yerga mo dastlabki kuni bolalar kelishdi. Әдісі бүтін мәхәлдікілер қозғылып башақ терішқі чықты. Башақ терішқі чыққан чоңлар бір яқтын ішләп, бір яқтын шикайет қылышқы башылды. Tağ idirleri arasındaki bu payansız təkşi yer əslində Altay şəhəriga ən yaxın həm yaylaq, həm qışlaq bulalaydigan yaxşı otlaq idi. Şəhərdikilərin həmsinin 1-2-dən miniş eti bulub, 300-400 at mana muşu otlaqda çöp yeytdi. Kişiler atlarını 2 putunu arqallab, şik aldıdıla qoyut etdi. Atlar udul muş yerge kelib keçiçe otlaydı. Ədisi kişiler udul bu yerge kelib atlarının ayığını yişip, yavudaq minib ilib ketətdi. Kış günleri padağa qoşulğan kalılarmı yeraqı barmay muş yerde otlaydı. 2 yıl avval Bingtuan degan hiliqi miltiqi yo'q askarlar. Kişiler arasında mundaq gap bar edi. Bular Gomindangning asirga tushgan cherikleri bo'lg'ashqa, Gongsandang ularga ishonmay miltiq bermabdi. Lekin o'zining Xitoylari bo'lg'ashqa, yerliklarga taqobil turish uchun o'z odamlarini ko'p ko'rsatish maqsadida ularga askarcha ishdan jappon berganmish degan so'zlar tarqalgan edi. 10-15 traktorni vaqib tikilib, hech kimdan so'ramayla bu chiroyli o'tloqni ag'dirib, binam ichib, urug' chechib etdi. Sharga eng yaqin joydagi suyi alvak, çöpü quyuq bu bir parça otlaqdan ayrılıb qalğan xalq boz yer aşqan askarlarni 100 mingni qarg'agan edi. Shu yili qishda choruvchilar norozi bo'lib hukumatga arz qildi. Hukumatning beshta turayotgan Wang Shuji degan boshliq aslida shu askarlarning boshlig'i bo'lib, keyin amili o'sib Altayga partkom sekretari bo'lgan edi. U yerimizni qaytarib bersin deb arsunib kirgan vakillarga. Altayda nima to'la, yer to'la. Nimani talasizlar? Askarlar bo'z yer assa xalqni beqish uchun ochidi. Xalq kommunasining bir tutash planiga qarshi chiqib nima qilmoqchisizlar? Xiyolinglarda bu o'tloqlar bizning demoqchimisizlar? Bilib qo'yinglar. Armiyamiz hozir chegaraning hamma yeriga mustahkam o'rilishib bo'ldi. Ular davlatning butunligini jon tikib qo'g'daydi. Bu cheksiz ziminlar Jungoning zimini. Qarshi chiquvchi aksi inqilobchilardir. Proletariyat diktaturasining temir tapini ostida yonchib tashlandi. Degandek tapa ta'nlarni hamda popoza gaplarni qilib vakillarni qo'g'lab chiqarib etgan edi. Aradan ancha ko'p vaqt o'tmayla har bir qishloqning dangdor boylaridan, o'qigan yoshlaridan 20-30 kishi to'yiqsiz qo'lga ilindi. Shu chaqlarda chiqadigan yerlik gazetlarda chet el ishpiyonlarining quturtishi bilan Altay shahrida qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lgan bir uchun buzuq kishilar tarmar qilindi degan xabar e'lon qilindi. Shu ishdan keyin bu bir parcha binam yerlarla emas, 5-6 joyda shaxsiy yoki kollektiv oltin qo'layotgan kollardagi yerlik kishilarmi tasodifiy qo'lga ilinib ketib, qanchalar tarqab ketdi. Oltin qollari shu peti Bingtuanliklarning qo'liga o'tib ketdi. Kichkina quloq mullisi Robiya cho'nglarning yuqorqidek shikoyat so'zlarini anglab qolatdi. Uyda bo'lsa, dadisi doim yaqin o'tadigan og'inlari bilan xuddi shundoq so'zlarni qilishib, Altayga kelgan askarlarni, Bingtuan deganlarni, yo'lsiz Xitoy boshliqlarini ayblab to'xtamay qaynab ketishatdi. Robiyaning go'dak qalbiga xotirjam hayotimizni, bayoshat turmushimizni mushlar kelib buzibdi-da degan o'ylar asta-asta singishga boshladi. Surgundagi bolalar ocharchilik ofatlarining oyog'i uzilmay 2 yil o'tib ketdi. 1962-yilga kelganda Altay shahrida tuzukdak magazin, oshxona qolmadi. Chunki magazinni ochadigan mol yo'q. Oshxona ochadigan un, guruch, yog' yo'q edi. Urumchidan qo'rqinchli xabarlar kelishga boshladi. Urumchidan Altayga yog'och, ot, qo'y, madan, oltin to'shiydigan avtomobil sho'pirlari kelib ketib turg'ashqa, sho'pir yigitlar hamma yurtning xabarlarini bir-biriga yetkazib ulguradi. Hukumat butun yigudak, ichgudak narsaning hammasini Xitoy shaharlarida qattiq ocharchilik ichida qolgan xalqlarga to'shib ketganmish.
Aeroplan və yük avtomobillərdə tuşub ülgürtəlmigəchkə, Ürümchiga tümür yol yasab, poyiz bilan o yoqqa mal dünya, bu yoqqa sərgərdan köçmənlərini yötkəvatqanmış. Əjdirahadək uzun poyizda hər qıtımda 3-4 min Xitay biraqlı kelərmiş. Yalğız Bay nahiyəsinin özüdəla 60-70 min Uyğur dehqan, yeydigan heç nim yox. Sirtqı çıxışqa ruxsat verilməyən halda, açlıq isklatida uruqluq üçün, uruş tayyorlik uchun, ofatdan qutqizish uchun deb zapas yig'ib qo'ygan bug'doy, qunaqlar bar turuqliq ko'chalarda so'rilib ochdan o'lganmish. Ürümchida aholilarga normallik degan siyosat yurgizilganmish. Har kishi uchun oyda 14 jin qunaq, purchaq, dadur qatorliq qora un, bassar may, yerim jin go'sht, yerim toqa sopun, 3 qitim oshxonaga kirish bileti, yilda 1,5 metr rəh qatarlıqlar üçün biletlər tarqıtılğanmış. Ürümchida bir oylıq maaşqa aran 2 kilo pechini setib alğılı bularmış. Texi normalıq təminləş bileti bilan açlıq bileti bolsa, bu mişmişlərinin ayağı üzülməy turubla özmü Altayğa yetib gəldi. Kişilər nimeligini bilməydigan bir tutam biletlərini görüb heyran qaldı. Şundaq ağır ahvolda hökumət həmmə şəhərlərdəki Uyğur Qazaq əsgərlərini Xotanga toplab, Hindistandan zimin davası qılıb chegarada soqışıyotqanmış. Həmmida vahimali xəbər G'uljidan gəldi. 5 ayının axırında yoxsuzluq, açarçılıq dəstidən cinidən jaq toyğan kişilər hökumətə narazılıq bildirib namoyish qılğan. Məktəb balaları məktəbdən qaytıb namoyishchilarga qoşulub səpnin aldida ketiyotganda, hökumət hərbiy rayon binalarının işik derizdən tuyuqsizda şiddətlik yağmurdak oq etilib, bir muncha kishi və kichik balalar o'lgan. Bu vaqa cho'chak, bo'rtalalargacha kengaygan. Orqadanla kimlardir yerli xalqqa hökumət yaqında hammamizni qirib tashlaydi ekan. Nurg'un Xitoy askarlar kelyotqudek. Derhal chegaradan Sovet ittifoqining Qozog'iston Respublikasi qochayli. Chegaralar echib etildi degan xabarlarni tarqatgan. Xalqlar qarsa rost degandek Rus pasporti ilib qo'yganlar mengishga boshlagan. Pasporti yo'qlarmi chegaraga borsa hech kim to'smagan. Ilgari keyin bo'lib birar oy ichida chegara punktlaridagi chivimni o'tkazmaydigan askarlar naglardir yo'qab ketgan. Hökumət o'zi avtobus belgilab G'ulji xalqini Qo'rg'as chegarasiga to'shishga boshlagan. Shunda qilib ili, cho'chak, bo'rtala qatorliq joylardan Uyg'urlarni asos qilgan bir necha 100 ming yerli xalq Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. Hökumət bu kishilarning yurtlariga Xitoyda och qolgan harbiylarni, aholilarni hamda turmalardagi qotil jinoyatchilarni yo'tkab kelib o'rinlashtirganmish. Hökumət hujjat tushirib, bu yerga asosiy xavf Sovet ittifoqidan keladi. Chegara rayonlarda yerlik aholilar o'ltiraqlasa ishonchlik emas. Shunga ularni yo'tkash kerak deganmish. Bu xil mish-mishlarning 90% rost chiqishga boshladi. Mana endi o'chrat Altayga keldi. 1962-yil 6-oyda Altayda chegara rayon aholilarini tarqaqlashtirish, tuvanga qisqartish degan temada tashviqot yig'inlari ichilib, yuqorining yo'l yo'riqini amillashtirish ishlari jiddiy boshlandi. Her zaman ofatning beshiga, hökumətning shamiliga avval to'g'ri kelib qoladigan Qodirjon bu shum xabarni hökumət bilan xususlar sherikchiligidagi yemak-ichmak mulozimat shirkati Kompartiya yacheykasining sekretari degan uzun mansab bilan atilib, bu shirkatda o'zicha paydo bo'lib qolgan harbiydan kasb almashtirgan Jang familiyali Xitoy yetkizdi. Jiddiy uqtirish bo'lg'achqa uyingizga kelib keldim. Yuqorining hujjati darhol ijro qilishimiz kerak. Әдеден башлап ishqa bormay tayyorlik qilib versangiz bo'ladi. Jang sekretar sho'ba harbiy rayondagi tonishlarining 3 chaqliq mototsikletiga o'ltirib, yana texi 2 Xitoy askarini yeniga elib, hayvi bilan go'kirab kelib, qog'ozni beribla yana g'oqirab ketib qoldi. Mototsikletning surlik ovozini anglab, bolalarning, cho'nglarning hammasi uylardan aldirab ishga olib chiqqan edi. Ular ishik oldida qo'lidagi bir varaq Xitoycha xat yozilgan qog'ozni tutqunicha dong etib turib qolgan Qodirjonni ko'rdi. Mahalliki qo'lim qo'shnilarimi bir ikkilab ishik oldiga kelishga boshladi. Uqtirishda Kompartiyaning parlaq siyosati natijasida urush tayyorligining ehtiyoji bilan mavjushining ma'muriy organlar ixcham bo'lish yo'l yo'riqiga asosan Qodirjonli Kucha nahiyalik yemak-ichmak mulozimat shirkatiga taqsim qilindi.
15 kun ichida shu joyga berib o'zini ma'lum qilishi kerak. Oilasini shu taraf o'rinlashtirdi degandek so'zlar yozilgan edi. Qodirjonning haftadan beri yuragi bir falokatni tuyib o'tiradi. Chunki Oltoydagi har bir yerlik kishi bu yerga ortiq kelib qolgandek patmay chatga qiqilib o'tiradi. G'iding-piding qilganlar 10 yildan beri birdan, ikkidan tutilib turmlarga kirib ketdi. Oltoyning ota-mollaridan, palvonlaridan, o'qigan o'lima ziyonlaridan 400 dan ortiq kishi qo'lga ilinib, Taklimakon qumliqidagi hapsxonalarga yo'tkab ketilgan edi. Yop-yeshil tog'larda sut qimiz, ayron ichib odatlangan qozoq oqsoqollari qum bo'ron uchib turgan dashti cho'lda quruq non yeb, sovuq suv ichib bir-birlab og'rib o'lmoqda. Jasdi cho'llarda egisiz qolmoqda edi. Endi bo'lsa, qiyib qolgan ikki to'q Uyg'ur bilan qozoqni surgun qilish jazosiga buyurmoqda edi. Yana kelib Taklimakon qumliqiga. Qodirjon hinda talmirib qarab turgan xotin bolalariga nima ish bo'lganligini texi aniq anqirolmagan qo'shnilarga nima deyishni bilolmay havo qilib turadi. Uning vujudini ich-ichidan yig'i qoplab oldi. U yuragi siqilib, og'ziga kaplashib qolgandek jiddiylashdi. "Ah Xudo!" deb vaqirvatdi u bir chaqda qo'lini osmonga so'zib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kib. "Bu dunyo ajabmi tor keldi bizga. Tug'ilib cho'ng bo'lgan yurtimizga patmadik. Qachongacha tortimiz bu g'arib musofirchilikni? Ah Xudo, ah Xudo! Qandoqmi qilarman endi? Jinim bolalarim, sizlarni makoninglarda xotirjam boqolmadim. Xap, Kaj Palakning qismati." Qodirjon qo'shlarning tasallisi bilan yig'azor qilayotgan bolalarni yetilab uyga kirdi. Endi xuddi bir musibat bo'lgandek, xotin bolalari qo'shilib, hammasi yana ho'ngrab yig'ilishib ketdi. Bir necha kun ichidilla tasalli uchun, xo'shlashish uchun kirganlar orqa-orqadan shum xabarlarni ko'tarib kirishdi. Umuman, Oltoy shahrida yerlik hech kim qolmabdi. Bütün Oltoyni ozod qilishga qo'mondonlik qilgan harbiy boshliq Dangdar Boyvachcha yurtning eng cho'ng oqsoqli Molla Islom Shangzung Tatar ayoli Farida xonimni va 6 bolasini ilib nagidir ketganmish. Nini nupuzluq Uyg'ur amaldorlar, har obro'yliq munisibet qozoqlar, boylar, chorvadorlar, kona muallim apandilar, umuman xalqning og'zida nom bor kishilarning hammasi degudek Xotanga, Qashqarga, Torimga, Charchanga degandek har yerlarga surgun qilingan edi. Hamma kishi yig'izor bilan motam tutqandek o'zaro xo'shlashmoqda, bir-biriga rozilik berishmoqda edi. Kun soati to'shqanda Qodirjonning eshigi oldida usti yepilgan kozopluq yuk avtomobili to'xtadi. Uyning bisatlaridan patqanlari avtomobilga qachlandi. Tojinisaxon Robiya boshliq 4 bolasini elib avtomobilga chiqdi. Qizlarning cho'ngi Urumchida oliy maktabni tugutib, Aqsu Koni shahrida o'qituvchilikqa taqsim qilingan edi. Ikkinchisi bo'lsa Urumchida meditsina institutida o'qiyotdi. Qodirjon hukumat odamlariga shirkatdagi hisobot ishlarimni bo'g'ib orqasidan boraman deb qo'yib, amaliyotda bo'lsa jinim chiqsimi qarg'ayliqda o'laman. Obsharkilarim bilan birga yashayman. Tutib olib etivassimi go'zal Oltoy diyorida jon beraman deb tog' orasiga kirib ketdi. Robiya onasi va och singlir bilan birga yig'izori ichida yo'lga chiqdi. Ikkinchi bölüm ota-ona farzand söygüsü. Yangi makon. Tojinisaxonni, Robiyani va uning 3 ukisini ilib mang'an yuk avtomobili Oltoydan Yig'azora bilan qo'zg'alib, egiz-past tog'larda jildaqshib yurib, tog' bag'rini bo'ylab Oltoydan Jo'ng'ar vodisiga, u yerdan Manas, ondan Urumchi kelguncha 4-5 kunni o'tkazibdi. Ondan To'qsun, Ağay Buloq cho'ligidan o'tib, 12-kunda Aran Aqsu viloyatining Koni shahar nohiyasiga yetib keldi. Tojinisaxon Qodirjon bo'lmag'achqa u taqsim qilingan Kucha nohiyasiga emas, Urumchidagi pedagogika institutini bitirib, Aqsu Koni shahariga xizmatga taqsim qilingan cho'ng qizi Zohraning qishiga keldi. Ularni Zohra eri Qiyum bilan birga kutib oldi.
hamda o'zlari ijaraga ilib o'ltirayotgan qo'rodagi bo'sh uyga o'rinlashtirdi. Ular avtomobildan yuk taqlarini tushirib, bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan badallarini ovlab, chala-bula yuyinibla dasturxonga keldi. Qo'ro egisi ayol safar ishi suyiqash etgan edi. Robiya qo'rinib o'ltirib, bu yerdagi har bir narsani 6 oydagi uydagi narsalarga silishtirib zanslashga boshladi. 6 oydagi tog', o'rmon, yeshil o'tloqlar bu yerda yo'q. Hamma atrof qaqshal, cho'ldarab qolgan, gul giyohlarga purkinib turgan uylarning o'rnida amdi suvalmagan, so'qma tomdan yasalgan, hamma yerdan to'pa to'zib turadigan qo'ru, taxtay ustiga silingan qip-qizil gilamlar o'rniga to'puliq kong ustida o'ngib ketgan yirtiq kigiz silingan. Dasturxon o'rniga rangi aniq emas bir parcha supra echilgan. Ularning oldiga gardonchinda emas, yo'g'on g'idir opqurlarda suyuqash keldi. İçi qurib echiqab ketgan balalar yog'och qo'shiqlarni qo'liga ilibla aldirab tomoqqa tutish qildi. Robiya opqurning ichini qo'shiq bilan xeyli aqtiribmi, qizilcha ko'ki, chamg'ur ko'kidan boshqa jigidek bir nima topolmadi. U qachisiga 5-10 qo'shiq solganda bir qitim biror tal ximir cho'pi chiqib qolatdi. Balalarning qursiqi to'ymadi. Uy egisi buni sezdi va o'zira aytib: "Hey, taqdir qismat. Yo'l azobi, go'r azobi deb tikan bolalarim. Toza qiynalgansizlar-a, yerim och, yerim to'q. Safar degan odamni necha yillik holdan ketkizib o'tdi. Oltay degan jannatdek go'zal makon deb anglaydigan cho'nglardan. Rizqinglar ko'tarilib tikan, nisb bo'lmabdi u yerda yashash. Bu yerlarga 10 yillar avval büyük baraqsan bog', gullarga to'lgan chiroyli yurt bo'ladigan. Nadim keldi bu qarvoshlar, berkat ushqil turdi. Komuna deb uydagi hammani ilib tugatdi. Mana endi yeydiganmi yo'q, to'nglikka qarab o'tiradigan ish bo'ldi. Sizlarni kelyotidi deb anglab, qo'shnimizdan bir siqim un qarz ilib, uydagi ko'ktatlar bilan ilashtirib bu oshni tayyorladik. Balalar to'ymagan bo'lsanglar zag'riyanglar, dedi-da, uyuqdagi tangnidan yo'g'on sapseriq bir non ilib, bir necha parcha qilib ushtib, balalarning oldiga biror parchadan qo'yib qo'ydi. Robiya qattiq zag'irdan bir tishlamni nihoyatda tasdi tishlab parchalab og'ziga soldi-yu, chaniyolmay u yoqqa bu yoqqa o'rib, qovuzida peqirtishga boshladi. Bu uning qunoqnon bilan tunji qitim uchrashishi edi. Ularning yo'lga deb moy va sut bilan yo'g'irib yiqib olgan to'qashlari arg'i buloqqa kelganda tugab ketgan edi. Ertesini boshlab ochlik qahatchilik o'zini ma'lum qildi. Bu yerda qursaq g'ami eng cho'ng g'am edi. Zuhra va Qiyumning maoshi bir oyga yetmaydi. Chunki kichik bolalar uchun qorong'u bozordan un, yog' izlashga to'g'ri keladi. Maktabdan ularga bergan ochlik bileti, tomoq yeyish numeri bilan 5-6 so'm pulga oshxonadan bir kishilik tomoq setib olib, to'g'risi bir qacha purchoq qo'rumisi bilan 4 dona hornon setib olib, uni yemay uyga akilib 9-10 kishi bo'lib yeyishga to'g'ri keladi. Shundaq yegan holatdimi bir oylik maosh 10 necha qitimdala tugaydi. Bir necha kundan keyin mahalla komiteti deganlar Tojinsaxonning qo'lidagi tunishtirishlarni ilib ketib, ularni Taklimakkanning o'ttirsidagi bir yeziga taqsim qilganligini uqtirdi. Buni anglab, Zuhra maktab tashkiliga "Appam yolg'iz, emgak qilish kuchi yo'q, bolalar kichik, hammasini o'zim boqaman" deb yurib, nahiyada ilib qoldi. Tojinsaxon dastlab qilish kelanmay, quloqidagi bir jup palqisini chiqarib, bozorda yushurun zagarchilik qilayotgan ustamga arzon bahoda sotdi. Bu kunlarda bundaq narsan ilib sotqanlar shu hamon qo'lga ilinib turmaga tashlanadi. Yana kelib bozorda setib olgandek un, guruch, yog', hech bo'lmaganda nonmi yo'q edi. Robiya har kuni atiganda o'rnidan turib fukusini yetilab, bozor qushxonasining kalla pochoq sotadigan do'konning eshigi oldida 150-200 dak odamning orasida uchrab turadi. Do'kon ochilganda rat bilan kalla pochoq sho'rpisini setib oladi. Qushxonada har kuni so'yilgan bir necha qo'yning go'shi hukumat amaldorlariga, harbiylarga, yana kimlargadir tarqitilib beriladi. Qolgan kalla pochoq kechicha dosh qozonda qaynab pishgandan keyin atiganda uchratda turgan xaridorlarga setiladi. Robiya javurdagi 2 kishilik kalla pochoq va sho'rpisini tasda ko'tarib uyiga ilib ketadi.
Hammasi atdeganda kalapachaq go'shtlarini az-azdan taqsimlab yeb, sho'rpisiga kashta ko'ktatlarni qo'shib, qunaq un chilib umash etib ichatdi. Bu xil tirikchilik uzun davom qildi. Qo'shnilar bultur acharchilikda atrofdagi yurtlarda nurg'un odamning och qilib o'lganligini, hukumatning kori bo'lmaganligini aytib, shukri qilishini topildi. Tojinsaxonning halqalari, uzuklari, bilayzuklari tugidi. Zərgər ustam sınaqdan ötüb işençilik bolğandan keyin o tiqib qoyğan kepak altınlarını azraqdan setib, puluğa un, non, kalapachaq degandek yeydigan bir nimalarni setib olib qishni aran chiqarib oldi. Rabiya har kuni atdigan nashtidan keyin ukisini yetilab maktabga mang'atdi. Ukisini boshlang'ich maktabga kirgizib, o'zi o'tira maktabga baratdi. U boshlang'ich maktabni 6 oyda qozoq tilida o'qigan bo'lsa, endi Aqsu Unsuda to'liqsiz o'rta maktabni Uyg'ur tilida o'qishga boshladi. Rabiya 6 oydagi cheg'ida dadasiga, opasiga agishib yurib, etiz irq ishlariga xeli pishib qolgan edi. Adiyas kirishi bilan u qo'ro'joy egasidan ishik oldidagi oq qolgan bir muncha bo'sh yerlarga ko'ktat, gul terishga ruxsat so'radi. Hökumət bir narsa demisila teriversizlar qizim. Su akirish bir oz tas bo'lamikin, dedi muloyim ayol maslahat berib. Rabiya har kuni atdigan o'rnidan turib, ishik oldidagi bo'sh joydagi axlatlarni supurib, tozalab, qo'ray yiltizlarini qumurib tashlab, yerlarni og'dirib chiqdi. Mahalla beshidan keldigan tinib ketgan eriqni ichib, suv boshlashga tayyor qilib qo'ydi. Ondan bozordan pishtigan much, pomidor, tarxamak, uzun qisqa purchoq, kava urug'lari akilib terivetdi. Atrofiga cho'rdab har xil gullarni teridi. Hashqi pichak urug'larini chashdi. Ko'p o'tmay ishik oldi ko'kirib, gullar echilishqa, ko'ktatlar tushishga boshladi. Rabiyaning amgagining mevasini ko'rgan va hukumatning yezlardek ching tutib ketmaganligini bilgan qo'shnilarmi o'zining qo'rosi oldida quruq gap qilib o'tirgan odatini tashlab, dastlab bir ishkidan gulzorlik oldiga kelib o'lishib olib gullarni tomosha qildigan, keyin bo'lsa ularmi gul ko'ktat teriydigan bo'ldi. Shunday qilib, shu yili bu mahalla yo'lining ikki qasnig'i darvozalarning oldi hamda qo'rolarning ichi gulzorlikqa aylandi. Rabiya o'ltirayotgan qo'roning bulungda tahoratxona bo'lib, uning kendisini tozalash ham eg'ir ham paskin ish edi. Rabiya bu ishni yerganmay o'z ustiga oldi. Bu saharda boshqalar o'rnidan turmasda askidasini ko'tarib chiqib, tahoratxonning salasundan gandini tortib chiqarib, to'piga aralashtirib, dasqa silib, ishik oldidagi ko'ktat etiziga ilib berib, har to'p ko'ktatning tuvini ko'lab, qig'ini ko'mib, o'g'itlab chiqdi. Uning terigan ko'ktatlari 1-2 oydan keyin orqa-orqadan pishishga boshladi. 2 oila kishilari osh tomoq uchun bozordan ko'ktat setib olmaydigan bo'ldi. Rabiya hatto atrofdagi kambag'al qeri cho'rlarga ko'ktatlarni olib berdi. O'xshab ketgan pomidor, ko'k mush, tarxamaklarni ko'chadan o'tganlar talishib setib oldigan bo'ldi. Uyga ostola kirim kirishga boshladi. Opasi bu pulga yemak, sopun, kirsin degandek kundalik kerak bo'lgan narsalarni setib olib xotirjam bo'ldi. Rabiya gullar orasiga bir g'ulash kelgudek yerga 6 oydan ilib kelgan o'sma urug'ini chechib qo'ygan edi. O'smalar bir g'erish egizlikda o'sib shundoq o'xshab ketdi. U mahalldagi qizlarning hammasini chaqirib har kuni ularga o'sma qo'yib qo'ydi. Bularni ko'rib mahalldagi cho'qonlarmi o'smalarni talishib ilib ketib qo'ydigan bo'lishdi. Rabiya atdiganda gullik ko'ktatlikdan chiqib, qo'ro ichiga va darvozaning ikki tarafidagi yo'lga suv chechib, ondan pokiz supuratdi. Uning supurgisimi shivoq, chig' qoraylarning shoxlaridan o'zi to'qib yasab olgan supurgidi. Keyin qulum qo'shnilarning qizlarimi do'rab ishik oldini suv chechib supurdigan bo'ldi. Uzun o'tmay butun mahalla gullik boqqa aylandi. Ko'chalar to'pa to'zmaydigan bo'ldi. Mahallaning chetida bir oila toz kishilar bo'lib, beshi qasmoq 3 bolaning dadasimi, opasimi toz edi. Bularning paskinchiligidan yergangan kishilar ular bilan asosan berish kelish qilishmaydi. Hamma haq bolalarini to'sib, ularning bolalari bilan o'ynag'il qo'ymaydi. Rabiyaning bu holni ko'rib, ularga bekmu ichi og'ridi. U doim chiroyli gullarni uzib, ko'ktatlarni ilib berib, ularni yo'qlab ahvollashatdi. Rabiya bu bechora kishilarning butun oilasining eng cho'ng dardi qayg'usi shu toz kesili ekanligini va davolatish uchun puli bo'lmag'achqa kasal borgan sir eg'irlab ketayotganligini bildi.
Rabia bir yakshanba kuni bozordagi to'rt ko'chaga o'smalarni kichik bog'lam qilib, sivatga silib tizib, sotqili elib chiqdi. Yo'ldan o'tgan kishilar orasida har qanday ayol yoki qiz o'smani ko'rib xushalligidan vaqirab ketadi-da, darhol setib oladi. Rabia o'sma setib o'ltirib, yendiki dori-darmak setayotgan 80 xalta dorigarning bir ayolga toz bolasini davolash uchun dori yasab berayotganligini ko'rib qoldi. Rabia bovoyga yolvurdi. Jinim cho'ng dada, meningmi ufqlarim toz bo'lib qolgan edi. Menga dori yasab bergan bo'lsangiz, qancha pul ketsa, o'sma ko'kda setib topqinimni beraman. Mana bu bugungi pulim. Bo'ladi qizim, men yasab beray, ammo ikki talabim bor. Biri mening dori yasab berganligimni hukumat odamlari yoki atrofdagi aktivlar ko'rib qolmasin. Buning dardini oz tortmadim. Ikkinchisi, dorilarni yasash uchun pul o'ksib qolsa meningmi amalim yo'q. Dedi bovoy atrofiga bir qur qarab etib. Shunday qilib Rabia har yakshanba kuni bozorga o'sma, ko'ktat va yo'g'on kavolarni ko'tarib kirib sotadigan. Pulini bo'lsa dorigar bovoyga berib, qo'shmushda qappaqqa qashlangan seriq layda qonsiq ham achchiq puraydigan dorini ilib ketadigan bo'ldi. U bozordan qaytib udul hiliqi toz bolalarning uyiga boradi. Bolalarning tomoqlarini ilib, dorigar bovoyning degini bo'yicha bolalarning beshini pokiz yuvib va quritib, sarmayda quyuq dorini ularning beshiga chepib chiqardi. Ularga yana kelar yakshanba kungacha har kuni beshini 2 qitim yuvishni, orqadan dorini surkashni tapilaydi. 2-3 qitimdan keyinla farqliq o'zgarish bo'layotganligini bayqagan ota-onasimi darhol tutish qilib bolalari bilan tang davolanishga boshladi. Aradan 3-4 ay o'tib, bolalarning beshidagi jarohatlar tal-to'kis saqayib, o'rniga qop-qora yumran chosh unib chiqdi. Ota-onasining beshimi salamaza saqayib ketdi. Rabiyaning kuyimchanligidan ta'sirlangan bu oila kishilari ko'zlariga issiq yosh ilib har kuni uningga to'xtamay rahmat aytdi. Mahalldagi o'zgarishlar, tozlar oilasining beshining saqayishi butun mahaldagilarni xursand qildi. Masjid oldida namoz vaqtini kutib o'tirgan mo'ysibit bovoylar uchisiga attas ko'nglak, beshiga kamchat tomog'ini kiyib, taqimiga tushib turgan 9 tal o'rilgan sumbul chechini o'ynatib, maktabdan qaytgan Rabia oldiga kelib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib, "Assalom cho'ng dadalar, tinch turdinglarmi?" deb salom berib, yer tuviniga qarab o'tganida, "Balli, bu go'zal qizimizda bir xosiyat borjimi? Uning oyog'i tekkan yerdan gul unidi, pul unidi, uning qo'li tekkan ishdan barkat yog'idi. Haqiqatan Alloh bergan quli gul qiz bu" deb maqtashib ketdi. Elchi keldi. Hash-bash tugicha 3 yil o'tib ketdi. Rabia to'liqsiz o'ttara maktabni bitirgan yili 15 yoshga kirgan edi. 6 oyning salqin tog' havosida to'sin otdek erkin o'ynab, kulib o'sgan Rabia bolalikdan tortib yaxshi oziqlanib beqilgan bo'lg'ashqa hamda o'zimi to'xtamay ishlab, harakat qilib turg'ashqa ota-onasi o'xshash zilva bo'y tortgan edi. Uni har doim kulimsirab turgan qop-qora yumaloq qo'y ko'zi, elibdek tuz kelishgan burni, hech bir girimsizla qip-qizil loldek julolanib turgan mangzi va lavlari uni to'liq chiroyli qilib ko'rsatdi. Tinim topmaydigan sho'x harakatlari, qop-qora uzun 9 tal o'rilgan sumbuldek chochlari mahalla yigitlarini o'ziga maftun qiladi. Ammo uning o'zi bo'lsa, bo'yiga yetayotganligini faqatla sezmagandek bolalarcha umoq sakrab o'ynab yuradi. Rabiyaning ojisi Zo'hra ayol ikkisi ishlab turibmi, bolalarini boqolmay ko'p qiynalib ketdi. Ba'zida qiyum bilan ikkisi "Onangni, uqularingni boqding" degandek bahonlar bilan jiddallashib qoladi. Zo'hra onasi va uqularining oldida doim jidal majra qilaverishdan nomus qiladimi yoki erining besimiga uchirdimi va yoki bir oz tirikchilik qilg'ili bo'ladigan uy ijarasi to'lamaydigan bir yerga berishni o'yladimi, ish qilib tashkilning taqsimoti degandek bahona bilan yiroq yerdagi yeza maktabiga yo'tkilib ketdi. Qoroda Tojinsaxon 4 bolasi bilan qoldi. Zo'hra har holda davomli kelib, onasi uqularini pul va yemekliklar bilan yo'qlab turdi. Şu kunlarda Qoro egisi Fatmaxon ochining Aqsu shaharlik bankida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan Abdurahim ismli cho'ng o'g'li Tojinsaxonga Rabiyani so'rab elchi kirgizdi. Abdurahim har oyda 2-3 qitim bu Qoroga opasini yo'qlab kelib turadi. Shu jarayonda uning Rabiyaga ko'zi tushgan edi. Yana kelib, shaharda amaldor bo'lib ishlayotgan yigitga har kim xushallik bilan qizni berishga rozi bo'ladi.
Abdurahimmo shundoq tamanno bilan cho'qim Robiyaga o'ylanish qaroriga kelgan edi. Boshlariga baxt qushi qo'ndi qo'shnam. Yigit yaltayib qolmasda tezroq ma'qul deb to'yni boshlayib o'tayli, dedi Tojinsaxonning uyiga elchi bo'lib kelganlarning birisi. Tojinsaxon elchilarning talabini sipoyilik bilan rad qildi. Har qaysilariga rahmat. Balamning dadisi 6 oydan texi kelmadi. Dadisidan besora qiz chiqara olmayman. Uning ustiga bilishila, cho'ng qizim Zuhra Urumchida oliy maktab o'qigan. İkinchisi Hajarmu tibbiy institutni bitirib doktor bo'ldi. Endi qizim Robiya Gulningmi oliy maktabni o'qib tugatmaguncha yotliq qila olmaymiz. Kechirusizlar. U yoq bu yoqdan kelayotgan elchilarning ting-tinglab boqadiganlarning ko'payishi Tojinsaxonni ansirtib qo'ydi. Uni oz deb bu yil jutchilik eg'ir bo'ldi. Bir muncha joyda kelkun kelib ziroatlarni eqitib ketdi. Tojinsaxondek bozor ichida o'ltirdigan, yo terilg'i yer yo'q, yo ish o'qit yo'q kishilarga jon boqmoq bekla tasga to'xtaydigan bo'lib qolgan edi. Tirikchilik qildigan hech bir amal qolmadi. Tojinsaxon oxiri bolalarini yig'ib, xiyolga kelgan o'yini maslahatga soldi. Bolalarim, bu yerda necha yil tishimizni tishlab yashab boqdik. Ananglarning tiqib qo'ygan bisotlarimi tugdi. Endi chilg'uchiligim qolmadi. Nima ko'rsak mayli, dadanglarning qishiga 6 oyga ketayli, deb o'ylayapman. Bu gapni anglab bolalar cho'qirishib ketdi. Robiya dadasining ismi chiqishi bilan o'zini tutolmay yig'lab etdi. 6 oydagi bayoshat turmush, kang tasha o'tloq, ozoda uylar, emgakchan, tadbirlik dadasi esi kelib, hammasi ko'z yosh qilishdi. Әдісі Tojinsaxon bilan Robiya uy bisotlarining qattiq quruqlarini setib yo'l rostga o'tirasıldi. Robiya ochisi Zuhrani chaqirtib xo'shlashib safarga chiqish uchun Unsudan Aqsu shahriga kelib bir dang tushdi. Qirishqandek bir necha oydan beri quvvati bor tuzuk tomoq yemagan Tojinsaxon yo'l tayyorligi bilan aldirash osh to'q qilib o'zini oldirib qo'ygan edi. Yo'l ustida tuyuqsiz qursaq og'rib sodili qo'yatmadi. Aqsu shahar ichiga kelib dangi tushganda bo'lsa, mijazi buzilib yerimjon bo'lib yetib qoldi. Әдіс әтігенде Robiya eshak harvisini chaqirib kelib, onasini doktorga ko'rsatgili ilib bordi. Onasi jiddiy qutqizish bo'limida yetib qolgandan keyin Robiya bir tarafdan danga yugurib fuqalarga qarsa, yana bir tarafdan doktorxonaga qatirib onasining holidan xabar oladi. Shunday qilib 10 necha kun ichida doktorlar Tojinsaxonning hayotini xavfdan saqlab qoldi. Ammo 6 oyga borgacha yetgudak yo'l kirasi uchun tayyorlangan pulning hammasini pok-pok supurib oldi. Robiya halsizlangan onasi doktorxonadan saqib chiqqandan keyin Zuhra ochisini chaqirtib keldi. Zuhra kelib onasini yo'qlab 30 so'm pul berib, bir necha kun turgandan keyin xizmati va bolalarining g'ami bilan yana kaynayandi. Mana endi ular 6 oyga berish tugul, Unsuga qaytib ketish uchunmi bir tiyin yo'q, dangchiga qarzdor bo'lishga boshladi. Kunlik qursaqning dardimi cho'ng masala bo'lib qoldi. Shu kunlarda Robiya o'zini cho'ng kishilardek his qilishga boshladi. Qandoq bo'lmusun amal tepib onamni, ufqlarimni boqaman, dedi u qat'iy niyat kelib o'z-o'ziga. Elchilari qaytarilgan Abdurahim bir kuni ishxonasida birsining "Baq, ko'rdinglarmi? Husni Parizoddak bir qiz paydo bo'lib qopti shahrimizga. Bu iqlimdan bunda qiz chiqmaydi. Amakcho'ning dingida yetib doktorxonadagi onasini beqiyotganmish" degan so'zni anglab yuragi jig' qilib ko'ngli bir narsani tuygandek o'ltira olmay qoldi. U bu tavada Robiyadan boshqa bir go'zalning paydo bo'lib qilishiga ishonmaydi. Shunda qilib Abdurahim doktorxonaga kelib Robiyaning onasini yo'qladi. Dangimi yemak ichmak qatorliq narsalarni akilib yordam ko'rsatib turdi. Tojinsaxon yo'qsizchilik va tanqischilik ichida nima qilarini bilolmay turgan kunlarda Abdurahim yana elchi kirgizdi. Elchilar Unsudagidek mahalla jamoatidan emas, hukumat kadrlaridan tarkib topgan edi. Bankada cho'ng amaldor hisoblangan 50 yoshlardagi yo'g'on qursoq odam oldirmay tushundirib so'zlashga boshladi. Tojinsaxon, o'zlarimi og'rib saqayiblar. 4 bola bilan kun o'tkazmak o'ng'ay emas. O'g'limiz Abdurahimjon Robiya Gulni amriga ilib, hammalarni boqaman deb niyat qilyotdi. Boshqa kun tushganda asqatadigan kuy o'g'ilni rad qilmislar. Orqadilla yana bir kishi madahladek so'zlashga boshladi. Acha,
Abdurahimjonga Aqsu tavasida qiz kam emas. Mana men degan qizlarimo oldida xo'sh deb turdi. Rostini aytsam, og'inimiz bulturdan biri Robiya Gulga oshiq. Boshqa hech kimga qarar ko'zi yo'q. Bechorani majnun qilib qo'ymayli. Ah, Xudo, bizga rahim qilgin. Tojinsaxon elchilarga nima deyishni bilolmay o'ksib, yig'lab nido qilishga boshladi. Bu dunyoga azob oqibat tatqilili to'raldikmi? Shu norasida qizimning peshonasiga nimalar putilgandi? Nega ketdi orzu istaklarimiz? Shumpalak qismatimizni ajabmi ta'tir cho'rgilatdi. Savr qilsizlar Tojinsaxon. Hey bo'ldi qilsizlar, elchilar oldi sat turdi. Tojinsaxon tasalli so'zlarini anglab texmo esa deb ovozni qo'yitib ho'ngrab yig'lashga boshladi. Jinim opa, Robiya sirtda turib elchilarning so'zlarining hammasini anglab turg'aydi. U o'qdek etilib kirib onasining quchog'iga o'zini otdi. Umi onasi bilan tang yig'lab turib, "Ana, elchilarga ma'qul degan. Men nim bo'lsam mayli. Seni ufqlarimni biqishga rozi bo'lsalar, men o'zim pido qila olayman," dedi. "Yo'q qizim, yo'q. Sen bilmasdan ma'qul dema. Sen texi kichik. Men seni o'qitaman qizim. Men seni Urumchidagi oliy maktabni tugatguncha o'qitaman qizim. Bir amal qilib dadangning yeniga berib olayli. Ah, Xudoyim, bizga iching og'irsin." Tojinsaxon qizini bag'riga bosib yig'lab to'kilib ketdi. Robiya onasiga tasalli berib, "Ana, qayg'urma. Bizni issiq uylarimizdan ayirgan, go'zal makonimizdan ayirgan, oilamizni vayron qilgan hukumat. Xudoyim shularning jazosini bersin. Sizlarni beqish uchun jinim pido ana. Meni oldig'anlar chiqsa, sotqin ana. O'ylinaman desa bergin ana. Faqat sen uchun hammani qilishga tayyorman ana," dedi onasiga eslab yig'lab turib. Әмді әлчілерге артық сөз қалмады. Әтісі Abdurahimning urug' tuqqanlari dangi kelib, hol ahvol so'rashdi. Non, qand kesaklarni akilib berdi. Shundaqdimi Robiyani yenib olmasin deb ansirab, shu kunila qizil xat ilishqa, әтісі nikoh qilishqa majburladi. Xuddi qarg'uni qorong'uda qistigandek, oylab davomlashadigan cho'ng kichik choylar, maslahatlar, to'y tayyorliklari deganlar bir chetda qoldi. To'yluq deganlardimi hech kim eg'iz ochmadi. Robiya ular nima desa ma'qul deyaverdi. Tojinsaxon bo'lsa hozirlardek yig'idan beshini ko'tarolmay g'angrabla qoldi. Abdurahimjonning tuqqanlari Tojinsaxon bilan bolalarini uylariga elib ketdi. Abdurahim Robiyani velosipedning keyniga o'tirg'izib hukumatning to'y xati beradigan ishxonasiga elib bordi. Qizil xat kesadigan kadr "O 7 yoshga kirdingmi?" deb so'rab qo'ygandan boshqa gapni qilmadi. U Abdurahim bilan avval bitishib qo'ygandek rasmiyatdan bitirib qizil qog'ozni ularga tangladi. Әтісі Abdurahim Robiyani kichik bolni yetilgandek yetilab yurib nikoh qildirdi. Andin idorasiga 2 kilo kampit ilib berib, hammasiga muborak bo'lsin degizib to'y qilib oldi. Robiyaning to'yiga onasi, ochisi, ufqlari qatnashmadi. Shunda qilib texi tunugun arg'amchi taqlab o'ynab yurgan Robiya 15 yoshida oila hayotini boshladi. Bu chaq 1964 yil edi. Shunda qilib bu qatimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatib o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh omonat.